shu o'rinda bir savol keladi-da. Biz ayollar vaqti kelsa, misol uchun qo'limizga pul kelsa, mashina kelsa, oilamizga bo'lsin deymiz-da. Misol uchun mashina olsak, erimizga bo'lsin deymiz. Erimiz qaydasin deymiz, otamiz qaydasin demaymiz. Yo'qsa pul topib kelsak, bolalarim yesin deymiz. Onamiz yesin demaymiz-da. Biz ayollar shunaqa fikrlaymiz. Lekin nimaga erkaklar mashina olganda xotinim haydasin demaydi? Otam haydasin deydi. Yoki ko'proq pul topganda xotinimga beray, bolalarimga yediray demaydi. Ota-onamga yediray, o'rtoqlarimga yediray, jalaplarimga yediray deydi. Nimaga? Shuning uchun ham ana gap to'g'ri deyman-bu. Bitta oila buzilsa, ayol kishi endi ajrashdim, oilam o'xshamadi. Endi bolalarimni qanaqa boqaman ekan desa, erkak kishi endi ajrashdim. Endi kimga uylansam ekan deydi. Haqiqatda bu. Nima deb o'ylaysizlar? Ba'zi to'g'ri gapirdim yoki noto'g'rimi? Fikringizni izohga qoldiring. Etini dum da paşanın